Nima qilding, o'ylab ko'rdingmi? Ikkilanyapman-da. Nimasiga ikkilanasan? Bolani nima qilasan? Bosh og'riq bo'ladi senga. Undan ko'ra sotamiz. Pulini ikkiga bo'lib olamiz. Sen ham ulushing bor. Xuddi shunga o'xshash rejalarni tuzib, onaning farzandini sotishiga majbur qilgan 32 yoshli hamshiraning qilmishlari fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, Koson tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli poliklinikada ishlovchi hamshira ayol 2020-yilda tug'ilgan chaqaloqni uni dunyoga keltirgan onasi bilan kelishib, 19 million 700 ming so'mga boshqa ayolga sotib yubordi. Bu hali hammasi emas. Hamshiraning rejalari shu bilan tugamaydi. U qizaloqni sotib olgan ayolga tug'ilganlik haqida guvohnoma olib berishini aytib, 2 million so'm pora oladi va 60 yoshli erkak bilan til biriktirib, qizaloqni yana bir boshqa fuqaroga 15 ming AQSh dollarida sotayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olinadi. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudning 17-sentyabrdagi hukmiga ko'ra, yuqoridagi jinoyatlarni sodir etgan hamshira 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi va bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar miqdorda jarimaga tortildi. Uning sherigiga esa yashash uyidan chiqish cheklangan holda 3 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlanib, bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar miqdorda jarima jazosi berildi. Ayni paytda qizaloqning ahvoli yaxshi, u Kitob tumanidagi bolalar uyida tarbiyalanmoqda. Yuqoridagi jinoyatlarni sodir etgan hamshira esa endi panjara ortida qilgan qilmishlari badalini to'laydi.